Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli görürmeler. Haftalık haber analizi programımızı görüşünlerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli görürmelerimiz bugün 2026 yılı 30. May Şembe. Her Şembe günü bir hafta jarayonida vatanimiz Şarkı Türkistan ve Dünya Gün tertibideki en mühim haberlerini huzuruna sunup kelyapmiz. Qınımdaqda aldı bilen bu haftadaki haberlerimizden mavzularına köz yugurtup öteyli. Xitay Baş Konsulunun Küçükçekmece'deki ziyareti küçülük gulgulu qozgıdı. 20 teşkilat ortak bayanat elan qıldı. Hoş, yeni bir haberimiz. Xitayning sadiq xizmatgari Abduşkür Rahmetullah sahneden düşürüldü. Avrupa İttifaqı Xitay şirketi Temuga iğir jarimani qoydu. Bu ve bundan başka bir qancha haberimiz buldu. Lekin aldı bilen bütün dünyadaki aziz halkımızın bu uluq qurban heyetini tekrar İstiqlal ailesi bulup sübütümüz bilen Çin kalbimizden tebrikleyimiz. Bugün elbette heyetinin 4. günü. Dünyanın her qaysı yerlerdeki birinci günden tatip halkımız her xil faaliyetler bilen tebrikler atıdı. Bugün mesela İstanbul'da bütün şu teşkilatlarımız Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği əza başqamış İstanbul'da fəaliyyət qılıb atqan xilma-xil təşkilatlarının həmmisi bir yerə cəm bulub İstanbul Avcılarda şu deniz sahilində həmmə ilə birlikdə çoğun kiçik ailə həmmə ilə bugün hər yılı aslında Qurban Heyet fəaliyyəti mənim şundaq bütün bir ailecə kilidi İstanbul'un yakın Irak'ta yaşayatkan bütün halkımız nayeti köngüllük bir faaliyet oldu. Arkadaş teşkilatlarının mesulları gep kıldı bir yerde. Hem ösmürlerimiz için nayeti köngüllük, yaşlarımız için bolsun xilma-xil argamcı tartışış, çelişiş, musabakalar ötküzülüp nayeti köngüllük bir faaliyet bir yerde ötküzüldü. Her yılda halkımız bunu şundaq etdiğinden ya birinci gün emas normalda. 3. 4. günlerimi şuna ötküzüp kilovatımız yıllardan bir yan İstanbul'da. Halkımız bu yerde bir yan. Ben şu faaliyetin yeni planı hazır huzuruna turuptu ben. Şuna elbette dünyanın başka yerlerindeki halkımız mı xilma-xil faaliyetler bilen tebriklep şu yerde Uygur halkının ki mevcudiyetini birlik, beraberlikini saklap kılış için nurgun faaliyetlerini qılıp kilovatı hazırgacha. Lekin dal aksicha mana mushundaq chet elda mushundaq farzandlarimiz birlikda mushundaq o'tkazib atgan bu kunlarda vatandagi ahvolimizga bir ko'z yugurtib o'tish kerak oldi bilan. Mana bu bir Xitoy sayohatchining sinig'i olgan dal heyetning birinchi kundagi ahvol qarab boqayli. Qashqar Heyetgah jamiyasining oldi. Shu mıg odamlar bilan to'lgan Adem denizine aydınlanan bir günde qarab bakaylı. Bu ahvalga. Bu numussuz Xitay tecavüzçiler hazır 3 saqçının aldıda götürüp ketip atkan narsini gördüңlar. Yani bütün muş etraftaki yıllardan buyon biz vatanda çoğun bolgan halkımız, hatta muhaciretdiki ama heyet günlerdeki bu yanın qandaq qaynam taşqınlıqı çömülganlığını hemmimiz bilmez. Ama bu yerdeki hem adamın sanap gelse 50-60 adam çıkmaydı. Bu numussuz tecavüzcüler köydüңlar mı kuldu götürüp alğana saqçı lalmalarınınki. Yani oylap bakaylı yani bütün etraftaki şu aşxana, Uygur'un aşpaz navay hemmisinin piçaqlarımı zinciri sevagan numussuzlar yani şu xalqdan mishinchilik bir pichoq yo'q xalqdan qo'rqib qulni ko'tirib olgan qurollarni qarab qo'ylar. Ma o'g'aqni ko'rdinglarmi? O'g'aq shekilli. Har birisining qo'lida xilma-xil narsa bor. Meni yeb ketamikin deb yurigi pok numussiz bir maxluqlar o'ylab qo'ylar. Bu Xitoylardek bu numussiz tajovuzchilardek yani hammani elib olib, yana bu xalqdan qo'rqib yurigi pok holatda shunda. Yiqilish bo'g'ichi yiroqdan turib buni to'siman deb hatta tok bo'lishim mumkin da onun o'g'aq shekillik nemasi da mushunda bir ahvol va yana Qashqa viloyatlik yana Makit noyisin bir ko'rinish va yana heyetning birinchi kuni ma ko'rinishga nazar solsak bo'ldi. Dal shu heyet namoz o'qildigan at deganda bütün aholidagi er ayol hammani yig'ib ba'zilar beshikdagi bolalar bilan shu bola ruslarni kelibdi o'shaga. At deganda dal namoz vaqtida o'shada Xitoyning kelqi insan anlısı kus kildiğen, kulluğunu yardıgan bir devlet şehri vardı.
sizlarning qulqunlarni bearam qilmaslik uchun ovozni bermadik. Bu ijtimoiy fikr vositalarga tushgan bir ko'rinish. Mishaga yig'ib olib, qasam bergizib, oldi bilan davlat she'rini o'qitdi. Mishada hurmat tursa mishada deb, uning kendidan mushtini tugib turib, o'zininki Xitoy fuqarosi ekanligi, Xitoyga sodiq ekanligi haqida miyada bir muncha xalqimizni yig'ib olib, hayit namoz vaqtida, hayit kunisi bayroq chiqarish marosimi qarab boqaydi. Bu derecede pastkash nomussizlar. İslam dunyosidagi, bütün dünyadaki Müslümanların ahvolini ko'rdik, hammamiz ko'ryapmiz. Hattoki yillardan buyon bombardimon qilinayotgan G'azzadagi, Livandagi shu bombardimon qilib ko'gilinmaydigan bo'lib ketgan yerdagi xalqlarmi hayit kunisi atdiganda shu yerdagi musulmonlar shu xarobilikdan ortida olsin, rahat xotirjam namozini o'qib, hayit namozini o'qidi. Ammo xalqimiz İslam dünyasındaki en meşhur camilerinin biri bo'lgan, en qadimiy masjid bo'lgan Hayitgoh jamisinin oldidagi ahvolni ko'rdik. Bu derecede bu numussizlar mana shuna tajovuzchilik qilyapti. İslam dünyasida bunda bir ko'rinishni boshqa har qanday bir yerda ko'rishimiz, tasavvur qilishimiz mumkin emas, qadrli ko'rganlarimiz. Mana shunday bir jinoyatchi, tajovuzchi, iflos mahluqlarning, mal'ullarning qo'li ostida xalqimiz mana zar şekilde bu halkımız benim şu işgalcilerin zulmünü takip ediyor. Şunun için vatanın sırtındaki her bir halkımız texinbek asliga kelishi, uyg'onishi, shuningga qarata harakat qilish uchun bu tajovuzchilarningki yer yuzida inson tasavvur qilinmaydigan, har qanday bir rejim qilish qilib petinolmaydigan iflosliklarni vatanimizda har kun, har soat qilayotganligini bilgen asasda hareket qilishimiz kerak. Şuna elbette bunundaki ko'nglimiz yerim qilgan xabar bilan boshlashni xohlamaydik. Ammo ahvol reallik bu, shuning uchun hayitlarni tabriklash bilan birga vatandagi bu ahvolni dengizdan bir tomchi misoli sundik. Yana davom qilsak xabarimizga. Xitoy Bosh konsulunun Küçükçekmece'deki ziyareti küçülük g'ulg'ula qo'zg'adi, 20 tashkilot o'rtaq bayonot e'lon qildi. Qadrli ko'rganlarimiz, albatta bu xabar chiqqan kun bilan biz to'g'rimizni tafsiliy holatda berdik. Demak, tajovuzchilarningki bu lalmininki, shu Vishavdoningki biz istiqlolda qanchadan qatim har doim nada shu Istanbulda, Turkiyada timsiqlab u yerda ta'tir tashviqot Ahını qarı qilib ko'rsatish, vatanni butunlay hamma ish nihoyatda joyida ketayotganligini ko'rsatish uchun tinimsiz harakat qilayotgan bir maxluqning birisi bo'ldi. Buning har doim xabari chiqqan vaqtida berib kelyapmiz. Demak, hozir mahallimizgacha bu tajovuzchilar numussizlarcha İstanbuldagi Uyg'urlar eng ko'p yashaydigan rayonga kelib, numussizlarcha xabardagi tafsilotda berilgandek İstanbul Bosh konsuli Vishavdon ve onunki çaparmelleri tilg'e edishdan hojati yo'q. İstanbul Küçükçekmece hükümet başlığı Kamal Çabi bilan ko'rishdi. Bu ko'rish albatta o'tirg'i chiqqanidan Xitoyninki o'zininki to'r betida e'lon qilindi. Bu e'lon qilingan hamon albatta nihoyat g'ulg'ula qo'zg'agan bir masala bo'ldi. Ijtimoiy fikr vositalarida bo'lsin, darhol 20 tashkilotmi o'rtaq bir bayonot e'lon qildi bu tajovuzchilar. Chunki xabarda tilga olingan sözlerinin hiç qaysi asla qabul qilinmaydigan darajadagi numussiz so'zlardi bu yerda. Vishavdon bu ko'rishda Xitoy raisi Xi Jinpingning atalmış yeni davrdagi millatlar siyosatini tunishtirib, Xitoyning umumiy ahvoli shundoqla atalmış Uyg'ur avtonom rayonining iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot sohasidagi muvaffaqiyatlari haqida chalva qilgan. U yana Küçükçekmece rayonining Xitoyning oz sonliq millatlarga mansub fuqarolari zich yashaydigan rayonlarning biri ekanligini qarab qo'yib, bu darajada numussiz hamdi. Ya'ni texcha bu yerdagi kishilarningki ko'pinchisi allaburun turk fuqarosiga aylanib ketgan xalq qamdi. Mushunchalar numussizlikni qila oladi hamdi. Kelib xijil bo'lmasdan bu so'zlarni deyalaydi yani. Ko'ngil bo'lgan qiyofatga kirib oxirida shu bizning oz sonliqlarimizda bu uning kaydan
Bu Xitoy fuqarolari yani. Bular bizning Xitoy fuqarolarimiz. Şoň bularning Türkiýedäki turmuşy, hyzmeti we taraqqiyat üçin orta halda kolaylyk bir muhit ýaratyşyny ümit kıldyganlygyny bildirip, numussuzlarça bildirledi. Bu Wishaw diýen numussuz. İlgirki her qatymky näni ziyaret kılsa, tilge elip kelýatgan mesele. Hatda ki bizning içimizden çykan numussuz manqurtlarny ziyaret kıldyk ötken roz etmesi aldy kendirde. Onu şu wagtda bergen tok. Xitay konsulunun xabarida yana rayonluq hökümet başlygy Kamal Çabining baş konsul Wishawdoning ziyaretinden memnun bolganlygyny ifadelegenligi. Çünkü konsulxananing organ törbetide muş şekilde ifade kılıngan. Kamal Çabining asli bu şekilde ifade bildirişimi bütünlüğü iğir bir hatalık, her qandaq bir Türk rahber üçün. Şoň ba kiyin teşkilatlar birliginiň ifadesi bu nokta nähayet ciddi tilge eýlendi. Xitay rahberlerinin hatta ki Kamal Çebi yani muşumu yani eğer raslı muş gapni ifadelegen bolsa yani hakikaten özünü töwen görüş psixikisinin netijesi bu hamdi. Bu hakikaten kubul kılınmaydigan derecede hamdi. Bir konsul hamdi. Yani sizin aldığınız kepsini ziyaret kan bolsun bu şekilde Xitay rahberlerinin üstün başkuruş kabiliyeti bilen Xitayning yeni devirde kolga keltirgen taraqqiyat ve muvaffaqiyetlerge çuңqur qayıllygyny oturup koyganlygy, iki döwlet oturusundaki yerlik hemkarlygyny texim ýokary seviýeye kötürüş üçin aktiv tirişçilik görüşüşke taýýar ekenligini aýtganlygy aýtylgan. Aslında bir belediye başlygy, şäher başlygynyň bu sözlerini işiltiş hukuky ýok aslında. Sen özüňiň şäherdeki näde ählet tükülüp kaldy, näde halkynyň dädi we bunun bilen alaqadar boluşun kerek. Sen kim yani? İki döwletke vakaleten, iki döwlet oturusundaki yerlik hemkarlygyny teximy ýokary seviýeye götürüş üçin aktiv anyk. Bunu kıldygan hökümet kıldy. Siniň nime işiň bar bu ýerde yani? Her qandaq bir normalda yani başka bir döwletniň elçisi kelip bu ýerde saňa bu näse dese, sen layıqıda kütüp edip, layıqıda gepini kılıp yola salsa. Bu yerdeki nurgun halk mening puhralarım bu. Mening vatandaşlarım bu deyişini bilişen gerek aslında. Yani bu sözlerini ifade kılışımı aslında özünün hukukunun sırtıda çalıp akıgan buldu eğer bu sözlerini hakikaten degen bolsa. Xitay baş konsulunun bu qatımlıq numussuzlarca ve garazlik ziyareti ve rayonluq hökümet rahberlerinin ularına karşı elişi elbette muhaciretdeki bütün Uygurlar, hususen Türkiye'de yaşayatkan Uygurlar arasında küçülük gulguluk qozgan bir mesele hemmeler ma'lum bolgandak. Bu haber tarqalgandan keyin Türkiye'de faoliyat qilayotgan 20 teşkilat yani izchil avaz qo'shib kelgan hem Uygur teşkilatları hem şu Uygurlarni yaqindan qo'llab kelayotgan Türkiye'nin özünün içindeki Türklerning teşkilatlarımı, ammaviy teşkilatlarımı bu ortak bayanatga birlikte avaz qo'shib bayanat e'lon qilgan. Bayanatda işgaliyetçi Xitayning İstanbul Türk baş konsuli Wishawdoning 22 may Şarq Türkistanliklar eng zich o'ltiraqlashgan rayon bo'lgan Küçükçekmece rayonluq hökümetini ziyaret qilishning amaliyotda mazlumlar panohlangan bir döwletdiki uçq aşkary tahdidning tipik bir misali ekanligi. Shundaqla Xitayning Türkiye'de panohlangan bir döwletdiki uçq aşkary tahdidning Şundaqla Xitayning Türkiye'de panohlik tilgan Şarq Türkistanlik muhacirlarning bexatarligi ve şahsi mahfiyetligini bevosita nişanlagan, bugünküçü körülgen en haddini aşkan dövlet halkıgan bastırış hareketi ekanligi ta'kidlandi bu bayanatda. Bayanat yani yıllardan beri Şarq Türkistan'daki öz ata-anası ve urug' tuqqanlardan birer haber alınmayotgan 10 minglagan Uygur o'ltiraqlashgan bir rayonda irqiy qirg'inchilik ijro qilayotgan bir rejimning vakillarini qizil payanda selib kutib olishning aqliga sig'maydigan bir ish ekanligi ham o'tirg'a qo'yildi. Bayanat yana Türkiye Tashqi ishlar ministrligininki bayonotlari va xalqarodagi dokumentlarning Şarq Türkistanning navbatdagi vaziyatini insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitganligi. Halbuki ishg'oliyatchi Xitoyning bu uydurma, yolg'on bayonlarga Türkiye'deki bir rayonluq hukumatda jimjit quloq selishning. Çünkü en az bo'lgan vaqtida sen ma Uygur xalqi biz anglayapmiz. Jimjit quloq selib go'shtak o'ltirib uning oldida. Agar da unda bo'lmagan bo'lsa, hozirgacha bayonot e'lon qilindi, hozirgacha shaharlik hukumat bayonot berish kerak aslida. Bu asli men mundaq degandan bu Xitoy o'zining organ turbatida manda deb yezibapti deb. Hozirgacha jimjit. Sen u yerda jimjit quloq solanmaysa, bu yerda 10 minglagan Uyg'ur yashayotgan yerda ma xalq yillardan buyon biz demasakmi, bütün nurg'un nüfuzluq organlardan xabar torbatlarda Uyg'ur xalqining nimalarni yashayotganligi o'tirib qo'yilyapti.
bununla bu şekilde muamele kılanmayız deb insani noktadan bolsun bunu oturup koyuşun gerek aslında. Yani bununla cimcit hiç kanda bir tilga almay beşini lığıştıp turuşu muhaciretdeki Şarkı Türkistanlıklarının kalbini çunqur zediligenligi qayd qilindi bu bayonotda. Ortaq bayonot yana bu ziyaretin en xatarlik tarafi o'tirib qo'yilib, Xitoy diplomatining küçük çekmecedeki Şarkı Türkistanlıklarını Xitoydagi azsalliq millet deb ataganligi, rayonlik hukumatdan aloqa va moslashishni kuchaytirishni talab qilganligi, buning amaliyotda Xitoy rejimi yillardan buyon tor sistemalari va josuslik to'ri orqali ijro qilayotgan tizimdagi kirgizish va bostirish mexanizmini bu qitim yerlik hukumatning qo'li orqali mahallalargacha kirgizish urinishining oshkora ifodasi ekanligi, shuning bilan birga Uyg'urlarning e'tiqodini, ibodatlarini cheklagan ishg'oliyatchi rejimning bu mübarek Qurban hayitiga bir necha kun qolgan vaqtida elib bargan bu siyosiy harakatining vaqt jihatdan oldin planlangan bir psixikalik hujum ekanligi bayonotda ochiq tilga ilingan. Nayt kuchlik bir bayonot albatta bu. Lekin hozirgacha buningga bir javob chiqmadi. Demak, mushu darajada numussizlarni deb o'ylab boqaylik yani. Qurban hayitiga necha kun qolgan dekilsa, bizning vatandagi Uyg'ur xalqi Qurban hayiti o shaklda abay ko'rgan oladik. Bayonotning oxirida Küçükçekmece Hükümet Başkanı Kemal Çebi başçılıqdaki hükümet rəhbərlikinin beparvoligini va Xitoyga qoyillik ifodasi bildirishining rayonda panohlangan bir xalqning qalbida o'chmas qaridag' bo'lib qolganligi ta'kidlanish bilan birga tashkilotlarning talablari o'tirg'a qo'yildi. Talabda munolar bildirildi. Birinchi Küçükçekmece Hükümet Başkanı Kemal Çebi'ning bu yepiq ishlar orqasida o'tkazgan suhbatning mazmuni to'g'risida rayonda o'ltiraqlashgan Sharq Turkistonliklarga darhol oshkora va qanoatlanarlik tushuncha berishini talab qilamiz degan talab o'tirib qo'yilgan. Ikkinchi Turkiya Tashqi ishlar ministrligi va Ichki ishlar ministrligining diplomatik daxlsizlik qalqini kayniga yushurnib olib, Turkiyadagi Sharq Turkistonliklarni o'z mahallalarida qo'rqitish, tahdid solish va tizimlikka kirgizish orqali bearam qilayotgan Xitoy diplomatlarining harakatini qattiq nazoratga elishini so'raymiz degan so'zlar ham bu bayonotda tilga ilingan. Demak, 20 tashkilotda biz hammasini ismini o'qib o'tirishning hojati yo'q. Shu to'rbadagi xabarimizni hammas tafsiliy holatda tilga ilingan va bu logolar bilan turdi mana. Vaqt e'tibori bilan tilga olmaymiz. Demak, shu shaklda bir bayonot e'lon qilindi. Albatta buning keyindan keldigan hattoki shu ichki ishlar va ichki ishlar ministrligini harakat qilishga chaqirgan bayonotmi? Hatta ijtimoiy vositalarda ba'zi Xitoylarningki shu Uyg'urlar o'ltiraqlashgan joylarga mahallalarga kelib, u yerda telefonlarda surat tortayotganligi deganda ko'rinishlarmi bir qancha kun burun ko'rdik uni. Bu albatta munosabatlik doiralarga yetkazilish kerak bo'lgan bu Xitoylarningki bu shaklda numussizlarcha Uyg'urlar o'ltiraqlashgan yerlarda erkin harakat qilishiga yo'l qo'ymaslik uchun harakat qilinishi kerak bo'lgan bir qadam. Oldimiz kunlarda bu tashkilotlar chuqum buni jiddiy ko'ngil bilishi kerak bo'lgan masala bu qadrlik ko'rmalarimiz. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Xitoyning sodiq xizmatkori Abdushukur Rahmatulloh sahnadan tushirildi. Qadrli ko'rmalarimiz, albatta vatan ichki sirtida mana shunday mayli nimani niyat qilib Xitoyga ishlasin, Xitoyga xizmat qilsin, vatan ichida ishlaganlarning bir mezgil taxtda o'ltirgandek hech qanday uningga cheqilmay rahat yashaganda ko'ringan bilan bir-birlab mayli siyosiy sahnadagi lalmaları bo'lsin va yoki diniy sohasidagi bo'lsin, mana shunday bir şekilde ko'zini yo'qotilganligi hammamiz bilamiz. Ammo hech bir taxshi ibrat elib, albatta ibrat elayotganlarmi yaqin kelmayotganlarmi bo'lishi mumkin. Vatanda albatta bor deb qaraymiz. Bu oxiri taxtdan tushirilgan bo'ldi. Bu Xitoy tashviqot organi atalmish Xinjiang gezitining 23-maydagi xabarda Urumchidagi mashhur Oq masjidning imomi Xitoyning sodiq xizmatkori Abdushukur Rahmatullohning qonunga xilof jinoyatga chetilganlikdan siyosiy kengash atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik 13-navbatlik komitetining a'zolik salohiyatidan elib tashlanganligi bildirilgan. Bu karar siyasi kengash atalmış Uyghur Abnum rayonlik 13-navbatlik komiteti daimi komitetinin 15-yig'inida e'lon qilingan. Ammo xabarda uning qanday jinoyatga chetilganligi haqida boshqa tafsilotlar berilmagan.
Atalmış Xitay İslam Cemiyeti'nin muavin başlığı qatarlıq vazifelerге qoyulgan köp qetim Xitay rejimi tarafından mukafotlangan Abdüşkür Rahmetullah uzun yıllardan buyon Xitay uchun sodiqlik bilan xizmat qilib kelayotgan bo'lib, Xitay Sharq Turkistonda hozirgacha hozirga qadar davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlashda izchil oldiga chiqarib kelayotgan atalmış diniy zotlarning biri hisoblanadi. Cho'qim bu xalqni besish uchun har doim Xitoy bundan burun qanday qilgan bo'lsa, har doim birilarini chiqirdi-ku shundoq. Bundan boshqa yana raqib Timur Niyozmi u maxluqim bor. Bundan batbashirg'a uni bilamiz ham deb. Demak, bu şekilde yani. Ameliyatda ma ko'zni yo'qtilgandan keyin balkim raqib Xitoy deb nom bor, uningmi bir yerlari menga navbat oz qoldi deb o'ylagan bo'lishi mumkin deb qoldim bu xabarni o'qib men. Bir-birlab yo'qtildi yani. Mayli qanchalik yaloqchilik qilsin, qanchalik xizmat qilsin bularga. Cümleden o 2019 yılı bu Abdüşkür Şarkı Türkistan'daki ceza lagerleri meselesi xalqaranın diqqatini qo'zg'agan mezgillerde aynı vaqtdagi qo'rchoq amaldor Shuhrat Zakir bilan birlikte bayonot e'lon qilib, o'zining atalmış dini asabiy unsurlarning buzg'unchilik harakatlariga shahid bo'lganligini, bu xil ideyalarning oldini olishda atalmış kasbiy tarbiyalash markazlarining muhim rol o'ynaganligini ta'kidlab bildirgan edi. Qadrli ko'rganlarimiz. Bu albatta hattoki isimli qilishimiz Ürümçi qatliamı yuz bergan vaqtidami shu yerdagi ko'rinishlar keyin Oq masjidda shu yoshlar chidamay Xitoyninki bostirishtirgan va pichoq chiqdi masjidlarda Xitoy tayyorlangan mayli kim tarafidan qilingan bo'lsin. Shu chidamagan shu yoshlarni qattiq ayblab, ashlarni to'sishga ham tutup berishga ham hamkorlashgan degan xabarlarni shu vaqtida angladim men. Shu vaqtida men imomdi chunki u. Keyin masalan 2016-yili Misrdagi o'quvchilar voqeasi chiqqanimi esimizda bor. Hatto shu voqea chiqishdan burun o'quvchi bolalarni apkirik tutqun qilinishdan burun Xitoy o'maklari bilan bir qancha qatim shu chiqib shu o'quvchilarga xizmat ishlash o'makining ichidami baliqini shu vaqtida Misrda o'qiyotgan o'quvchilarni olgan. Ya'ni buningki Xitoyga qilgan xizmatlari jiq, ammo lekin oxirida Xitoy vakillari buningga bir rahim qilmabdi. Buni ya turmaga soldiq yoki bir narsa qildik deb bir xabarning tafsiloti yo'q. Aytgan buningmi nimasi chiqadi hamda uni qildik, buni qildik deb ko'ramiz albatta. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Yevropa İttifaqı Xitoy shirkati Temuga ig'ir jarimani qo'ydi. Qadrli ko'rganlarimiz, albatta bu Xitoyninki shu mayli Temu bo'lsin yoki boshqa nurg'un shu saxtamal ishlab chiqaradigan shirkatlar, zavod, korxonalar butun dunyoni shu yerdagi tijoratchilarni har qaysi davlatlardagi vayron qilish uchun harakat qilayotganligini bilamiz ham. Arzdan bog'liq molni to'kma qilib har qaysi davlatlarga to'r orqali setishda rekord yaratgan bilan bular shu qaysi davlatga kirgan bo'lsin, u davlatdagi yerlik tijoratchilarni vayron qilganligini yillardan buyon bilamiz. Har qaysi davlatlar uningga qarshi xilma-xil tadbirlarni e'lon bu qatim Yevropa Ittifoqi bu Xitoyning elektronlik savdosi bo'lgan Temuning qonunsiz tovarlarning Yevropada setilishini unumlik to'solmaganligini, Yevropaning raqamlik mulozimat qonuniga xiloflik qilganligini muayyanlashtirib, 28 may shirkatga 200 million yevro jarimani qo'ydi. Hamda 3 oy ichida kechiringlar. 3 oy ichida tuzitish plani topshirishga buyurdi. Hem jarimani, hem 3 oy ichida menga bu şekilde cho'qim bir plan topshirsa. Germaniya ovozining xabarida berildi bu. Yevropa İttifaqı komiteti Yevropa İttifaqidagi iste'molchilarning Temu supsida qonunsiz mahsulotlarga yo'liqish nisbatining ziyoda yuqori bo'lganligini, bu qonunsiz mahsulotlarning asosligi soxta, sifatsiz, xatarlik, zaharlik yoki muhitga ziyonli tovarlarni o'z ichiga olganligini ta'kidlagan. Chunki bilimizgan Xitoyninki har qanday ko'rinishda rasmda shunday chiroyli rasmiy shu o'z davlatlarga kirgan qiltaqqa ajoyib tez tushirdi hamda. Uni ko'rgan inson o'zining davlatidagi baho qarasa bir muncha baho to'g'an.
Əməliyyatı əvvəlliyə vaxtında o mal özünün dövlətə setiləb atqan o mal bilan asman zimin fərqi var da. Rəsmgə şundaq çiraylıq tatib edib xalqni. Yəni aldamçılıq, tuzaqdan başqa nəsə məsəl. Saxta sübhəsiz məhsulotlar, hətta zəhərlik. Təkşürüş nəticəsində göstərilecek kiçik tipdəki elektronluq üskünlər və zərərləyicilərinin intayın köp qismi asasi bexəterlik sınaqlarından ötəlməyən. Bunundan başqa Temu sübhəsiz setiləb atqan bovaq oyuncuqlarının köp qismida ağır bexəterlik xavfi bayqalğan olub, bu oyuncuqlarının tərkibidəki ziyarlı ximiyalik maddalarının quyuqluq dərəcəsi Avropa İttifaqının qanunda belgilənən çəkləməsindən eşib ketgan. Xitay bununla pərva qilishi asla mümkün emas qo'yamdi. Sasçılı bo'ldi bu maxluqlar. Kichik bolaga o'yinchiqni tishlab o'ynaydi, ko'ziga, badallariga surtidi, yani ig'ir darajada, yani Xitoyning hech qanday davlatning siniqidan o'ta olishi mumkin emas deb qarayman men. Chunki vatandagi vaqtlarimizda Xitoyning zavod korxonalardagi ishlab chiqarish muhitini ko'rganligimiz uchun bu son muhimda ularga buluşuq ishlab chiqarish uchun. Avropa İttifaqı Komitəsinin əlaqədar əməldarları Avropa İttifaqının münasibətlik tarmaqları icra qılğan təkşürüşlər, iste'molchilarni qo'g'dash tashkilotlarining tədqiqatları, shundoqla tamojni sonliq ma'lumotları və əvrishga elib sinab qilish qatorliqlarga asosan yuqorqi xulosani chiqargan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Yevropada Temu sübhəsinin 130 milyonga yaqin ishlatuvchisi bor bo'lib, Yevropa İttifaqı bundan ilgari Temu şirkətinin sübhədə setiləb atqan tovarlarning iste'molchilarga keltirish mumkinchiligi bo'lgan ziyinni tekshirishga və eng tuvancha kuch tushirishga bir necha qatim chaqirgan edi. Temu şirkəti Yevropa İttifaqı komitəsinin qararıga inkas qaytarıb, jazoning intayin ig'ir bo'lganligini, mazkur qarorning 2024 yillik xatar baholash dokumentlariga asosan chiqarilganligini, sübhəning navbatdagi amaliy ahvolini aks ettirib berolmaydiganligini da'vo qilgan. Yana o'xshash ushuqliq, ko'kamilik. Men bu bundaqmi, hozirgi ahvolim bundaq emas deydim. Hozirgi ahvolim 2024da kinasiga asosan qilingan bo'lsa-mu, yani aniq hozirgi texnik badbashir bo'lsanki asla burunqidan yaxshi bo'lishing imkonsiz, yani. Xitoyning har qanday mayli tema olsun yoki boshqasi olsun. Xo'sh, yana bu haftadagi bir qancha muhim xabarimizga kelsak, Xitoy Suv boyligi ministrligi va meteorologiya idorasi ig'ir kelkun sababli Anxuy o'lkasining g'arbiy va Xubey o'lkasining sharqidagi aholi rayonlari uchun eng yuqori darajadagi qizil ogohlantirish e'lon qildi. Minglagan kishi tarqaqlashtirildi. Bu suratlik, videolik nurg'un xabarlar bor ko'rdinglar. Bu şekilde ig'ir yomg'ir ham kelkun bosgan Xitoyning nurg'un joylarini. Türkiye'de tunulgan mutafakkur Yusuf Kaplan eksi hesabida bir Uyg'ur ayolning İstanbul'daki qaytirish markaziga yo'llanganligiga norozilik bildirib, uchur ham bahirlagandan keyin buni albatta shu kunlar va bir qancha kun onun keyin bir qancha kun shu Yusuf Kaplan efendim dağlıq alim ve mutafakkurlarning biri chiqargandan keyin albatta nurg'un Türkiye'deki olsun, belki nurg'un Avrupa'daki başka dünyanın arkası joylardagi xalqimiz mı bunun xabarini cho'qim ko'rdinglar deb o'ylaymiz. Biz shu kundan chiqargandik. Bir kun tartib bo'lganda shu Turkiyaning ichida qattiq. Darhol bu uchuri ham bahirlagandan keyin Yusuf Kaplan efendim Türkiye İçki İşler Ministeri Mustafa Çiftçi'nin eksi hesabida onunla meseleni hal qildiganligi haqida bevosita inkas qaytirishi ve ikinci uçuruda Uyghur ayolning qo'yib berilganligi xabarini yetkazishi olqishga erishdi. Suratlardan kelishtirilgan suratlar bor. Boshda bu uçur chiqqandan keyin darhol men buni ko'ngil bilman deb qisqa uçur yozib, kim ishlarni hal qilib bu hamshirimizni qo'yayotgandan keyin tafsili holatda javob berishi Turkiyada naydi qo'lg'uluq qo'zg'agan ham olqishga erishgan. Bunun bilan boshqa albatta yana Uyg'urlarning har xil mishna uchrash ehtimolligi bo'lgan, bundan burun uchragan va bundan keyin uchrash ehtimolligi bo'lgan Uyg'urlar masalasiga jiddiy ko'ngil bo'linishi kerakligi haqida Turkiyadagi nurg'un xalq eksi hisobida ministerga rahmat aytish bilan birga bu ish qat'iy takrorlanmasligi kerak, bir ish bilan tugamaslik kerak degandek minglarcha uchur yozildi shu kunning oldi keyinida. Demak, jiddiy bir yaxshi bir harakat bo'lgan bo'ldi. Pakistan bilan Xitoy ikki taraflik munosabatni kuchaytirish maqsadida iqtisod, savdo, ma'rif, taratqut, texnika va atalmish terrorlikqa qarshi turish qatorliq ko'plagan sohalarda 15 hamkorlik kelishimi imzoladi.
Pakistan bilan Xitoyning yillardan buyon apoq-chapoq ekanligini bilamiz. Bu qatim yana eng muhim bizga nisbatan alohida terrorlikqa qarshi turish yani atalmış tırnak ichidagi. Bu kimlarni maqsad qildi Xitoy? Har doim bilganimizdek, yana shu Xitoyning yuragi pok-pok bizlarni maqsad qilyapti-da, boshqa kimni qilsin hamdi. Yani hozirgacha yana bu nim bilan davomli holatda Pokistonni keyindan Pokiston Xitoyning orqa ho'ylisi bu qoldi desak ham bo'ldi yillardan buyon nurg'un manfaat bu deb bu şekilde davom qilyapti. Demek ki qadrli ko'ruvchilarimiz, bugungi xabarimizni mushada oxirlashtiramiz. Başdan axir yana shu hayit mezgilda ko'nglimizni bakrak xo'sh qiladigan bir ahvol yo'q bo'lgan bo'lsa-mu, asla umidsizlanmasdan yana shu muhojiratga bugun men shu maydondagi nurg'un yüzligan shu bir-biridan coşkun yoshlarimizni, o'smirlarimizni ko'rib, inson biroz yana ham ümidi qayta uyg'undamdi. Mushu bolalarning hammasi atigun nurg'un sohalarda yetishgan bu millatning avangardlari bo'lib yetishib chiqadi inshaalloh. Her narsaning bu tajovuzchilarning bir plani bo'lsa, ming plani bo'lsin ularniki, yaratquchi Allohning bir plani bor albatta. Shuning uchun farzandlarimizni mushu muhojiratdagi her bir Uyg'ur farzandlarimizni eng mukammal shaklda yetishtirishga, bu millat uchun xizmat qilish ruhi bilan yetishtirishga, buni kichigidan tatib ularning qon qiniga ruhiga singdirishga bütün gücümüz bilan tirishchilik ko'rsatishimiz kerak. Balki shularning ichidan bir millatni amaliyotda minglagan inson qutqizmaydi. Bir millatning ichidan bira lider, bir yo'l boshlovchi chiqsa, bütün millatni qutqizganga yetadi-ku. Tarixdan buyon bu shunday qo'yamdi. Shuning uchun umidimiz asla üzülmaslik kerak. Her daim tirik holatda xizmatga bu da'voga davom qilishimiz kerak. Allah ömür bersa oldimizdagi sonda yana xabarlar bilan yuz ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.